İsmim Ulug'bek Kamoliddinov. Jamoa judayam kichkina edi. Taxminan 5-10 ta odam ishlardi. Hamma newcomer deb so'ragandan rosa xursand bo'lganman. Ikkita qiziq voqea bo'lgan. Kunim judayam stressli, og'ir o'tgan, ammo men tashlab ketmaganman, davom ettirganman. Juda ko'p narsa o'zgardi desam bo'ladi. Chunki bu yerda classroomdan tashqari muhitda o'sish sharoiti bor. Harakat qilganman. IELTS bu eng yaxshi yo'llardan bittasi deb o'ylayman, chunki Mani ismim O'zmatjon. IELTS Zone jamoasida General English teacher bo'lib ishlab kelaman. Hozirgacha 500 dan ko'p o'quvchini o'qitib kelganman. ismim Ulug'bek Kamoliddinov. IELTS Zone Fergana filialida IELTS instructor bo'lib ishlayman. Shu kungacha 1000 dan ortiq desak bo'ladi, o'quvchilarga ta'lim berib kelganman. Mani ismim Gulsanam Qodirova. Men IELTS Zone'da second teacher bo'lib ishlab kelyapman. Hop, birinchi IELTS Zone'ga 2023-yil yozda avgust oyida kelib qolganman. Jamoaga birinchi kelganimda jamoa juda ham kichkina edi. Taxminan 5-10 ta odam ishlardi. Hozirga kelib rivojlanib, Farg'onada eng katta o'quv markazlaridan bittasiga aylandik. Taxminan 2023-yil bahorda ish boshlaganman IELTS Zone'da. O'shandan beri shu yerda faoliyat yuritaman. IELTS Zone'da ishlashni sentyabrda boshlaganman. Hozirda 7 oydan beri ishlab kelyapman. Birinchi ish kunim juda ham qiyin va stressli o'tgan. Garchi men ikkinchi ustoz bo'lsam, javobgarliklar ko'p bo'lmasa ham, kunim juda ham stressli, og'ir o'tgan, ammo men tashlab ketmaganman, davom ettirganman. Menimcha ikkita qiziq voqea bo'lgan. Birinchisi, men Jasurbek sizni Oybek deb o'ylaganman, to'g'risi. Chunki birinchi siz bilan anaqa qilganman, keyin gruppalab berish bo'yicha gaplashishim kerak bo'lgan. Keyin Oybek aloqaga chiqadi deyishgan. Men sizni ko'rganman kelib. Keyin telefon bo'lgan, men sizni deb o'ylaganman. Keyin kelib shu ajratib olganman sizni. Keyin bu voqea bitta undan oldingi Friends School'dagi voqea bilan qanaqadir bog'liqlik bo'lgan. Hasan ustozlar bo'lgan u yoqda. Shu o'qituvchilarda bir-birini ajratish bo'yicha rosa muammo bo'lgan. O'sha bilan ancha qiziq bo'lgan. Men birinchi marta sentyabrda kelganimda sichaqchaq shunaqa jamoa meni kutib olgandan hamma newcomer deb so'ragandan rosa xursand bo'lganman. Keyin o'ylaganmanki, pressure bo'lsa kerak o'quvchilar bilan ishlashda, chunki o'quvchi juda ham ko'p edi. Lekin unaqa pressure sezmaganman. Hammasi bilan bemalol chiqishib ishlab ketganman jamoa bilan ham. IELTS Zone'ga kelganimdan keyin ko'p narsa o'zgargan hayotimda. Birinchisi javobgarlik, ikkinchisi mas'uliyatlik. IELTS Zone'ga kelganimdan keyin ancha mas'uliyatli bo'lishni boshlaganman. Ishimga, darsimga vaqtida kelishda tayyorlanib boshlaganman va moliyaviy o'sishni boshlaganman va shaxsiy bunga katta rahmat aytaman. IELTS Zone menga juda ham katta yordam bergan shu etaplarni bosib o'tish uchun. Xo'p, juda ko'p narsa o'zgardi desam bo'ladi. Chunki birinchi o'rinda men IELTS sohasiga o'zimni rivojlantirib, qayerda bo'lsa ham, misol uchun O'zbekistonning qaysi nuqtasida bo'lsa ham, birovga ishim tushmagan holda o'zim bir yo'limni topa oladigan darajada odam bo'lishga harakat qilganman. IELTS bu eng yaxshi yo'llardan bittasi deb o'ylayman, chunki o'sha yaxshi bir experiences bo'lsa va IELTS balingiz yaxshi bo'lsa, qaysidir nuqtaga borib, menimcha ish faoliyati yuritib ketsa bo'laveradi. Shu narsani berdi menga. IELTS Zone'ga kelishimdan oldin uzilishlar ko'p bo'lgan. Misol uchun 1 oy yaxshi ishlab, keyin to'xtab qolish, IELTS balini ko'tarish bo'yicha ham yoki darsda tajriba orttirish bo'yicha ham rosa qiyinchilik bo'lgan. Shu tomondan katta yutuq bo'lgan. Mana hozir stabil mehnat, ish, o'sish, rivojlanish, o'sha tajriba almashish, shu imkoniyatlar, bundan tashqari o'sha moliyaviy stabillikka erishdik. Xudo xohlasa shu o'zgarishlar asosan. Tushunarli. Birinchi o'zgarish bu menda personalityda bo'ldi, ya'ni shaxsiyatda bo'ldi. Chunki oldin yopiqroq odam bo'lgan bo'lsam, bu yerga kelib bunaqa kirishimli, quvnoq jamoa bilan chiqishib ketib, keyin har xil o'quvchilar bilan muloqotda bo'lib, har xil xarakterga ega. Men yopiqroq odamdan kirishimli odamga aylandim, ya'ni introvertdan ekstravertga aylandim. Keyingi o'zgarish shu bo'ldiki, bu yerda shunaqa atmosfera bor, doim push qiladigan. Oldin men faqat ingliz tiliga e'tibor qaratadigan bo'lsam, shaxsiy rivojlanishga uncha e'tibor qaratmagan bo'lsam, IELTS Zone'ga kelgandan keyin shaxsiy rivojlanish bo'yicha, keyin teachingga ko'proq e'tibor qaratdim. O'ylaymanki, IELTS Zone'ga men kelmaganimda bunchalik teachingga mehr qo'yib, bunchalik o'sishga harakat qilmagan bo'lardim. Albatta o'ylamasdan berardim. Chunki IELTS Zone'da ustozlar hammasi qattiqqo'l. Ikkinchidan
hammasi CLT metodikasida dars o'tishadi. Ya'ni darsda asosan ingliz tilida ishlatishadi va o'quvchilarni gapirishga undashadi. Va uchinchidan qattiqqo'l tizim degan bo'lardim. Har 1,5 oyda imtihon bo'ladi. Agar uyga vazifa qilmagan bo'lsa, darsga kelmagan bo'lsa, imtihonda past ball olib, imtihonni yiqiladi. Ya'ni qaytadan o'qiydi. Shuning uchun men tizimli ayniqsa tizim yoqadi menga. Tizimi yoqqani uchun va ustozlar yoqqani uchun men Ayelzonga farzandim bo'lganda bergan bo'lardim. Albatta berardim. Chunki o'sha o'zimiz ishonganligimiz uchun jamiyatga foyda keltirayotganligimiz uchun ishlayapmiz bu yoqda va o'zimiz iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Shuning uchun men o'ylayman, misol uchun qarindoshlarim o'zlari kelishgan, so'rashgan, o'zingizda dars o'tsak bo'ladimi deb. Yo'q, xohlagan ustozingizga kirib, bir xil plan bo'yicha dars o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda unaqa qanaqadir yaxshi o'qitmaydigan ustozlar ishlamaydi. Shu jihatdan olganda berardim farzandimga ham va o'sha qarindoshlarga shu paytgacha taklif qilganman. Albatta Ayelzonga berardim, chunki bu yerda classroomdan tashqari muhitda o'sish sharoiti bor. Misol uchun coworking zonada natijalar ko'p chiqadi. Keyin second teacherlar bilan ishlab, o'zlarini improve qilishlari mumkin. Qiynalgan sectionlari bo'lsa, IELTSda yoki boshqa shu ingliz tili bo'yicha hozir ham shu jiyanlarimga, qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Hammasi kelib o'qishyapti ko'pincha kids. Judayam ko'p narsalarga e'tibor berish kerak va xususiyatlarga ega bo'lish kerak. Birinchi o'rinda IELTS, ikkinchi o'rinda sertifikat bo'lish kerak. Sertifikat bo'ldi degani ustoz bo'ldi degani emas. Undan keyin mas'uliyatli bo'lish kerak va Ayelzondagi ishga topshirganda intervyudan, demo darslardan va trial shiftlardan, trial weeklardan o'tib olish kerak. Undan keyin tajriba yig'ish kerak, agar tajribasi yo'q bo'lsa va mas'uliyatli bo'lish kerak, ishga vaqtida kelish kerak. Tajriba yig'ib bo'lgandan keyin tajribali ustozlardan maslahat so'rash kerak va sekin-asta shu etaplarni bosib o'tish kerak. Birinchi o'rinda menimcha ozgina sabr kerak. Hozirda yetishmayotgan narsa, bu narsa faqat teachingda emas, endi boshqa sohalarda bo'lsa ham yoki IELTS o'qiyotgan davrda ham kerak bo'ladi deb o'ylayman. Birdan natija kutmaslik kerak. Ochig'i men o'zim ham ancha qiynalganman boshida. Endi menimcha hamma ustozlar ham boshidan o'tgan bu narsa. Sabr bo'lish kerak birinchi o'rinda. Tezda natija kutib, expectationni sal niyat qilish kerak, lekin ko'proq o'sha jarayonga, mehnatga urg'u berilsa, menimcha natijalar o'zidan o'zi kelaveradi. Asosan shu va izlanuvchan bo'lish kerak deb o'ylayman. Boshqalar bilan o'sha integration qilib, kimlardandir, nimalardir o'rganishga harakat qilish kerak, bir joyda qotib qolmasdan. Shu asosan. Eng asosiysi ular IELTSlarni 7 dan baland natijaga taslim bo'lmasdan don't give up olib chiqish kerak. Keyin undan keyin communication skill'larini oshirishlari kerak. Chunki o'quvchilar bilan ishlaganda ko'pincha communication skills kerak bo'ladi. Men ham misol uchun birinchi marta kelganda introvert bo'lganman. Keyin o'quvchilar bilan ishlab, shunaqa jamoa bilan tanishib, extrovert bo'ldim. Shunaqa personality'da improve qilishlari kerak. Bir so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsam, Ayelzon trampling. Chunki Ayelzon 0 dan yuqori levelga, yuqori darajadagi ustozga tayyorlaydi. Shaxsan o'zim teaching sohasiga kirmaganim oldin juda ham nol edim, tajribam ham yo'q edi. Hozirga kelib 60-70 dan ortiq o'quvchilarni o'qitib kelaman bir vaqtda. Endi bir so'z bilan aytish qiyin, lekin yo bir jumla bilan ham men aytishim mumkin, rivojlanish zonasi deylik. Chunki shu kelgan odam yo o'qituvchimi, yo o'quvchimi ko'radi atrofda vaziyatni va to'g'ri yo'l topa oladi deb o'ylayman shu rivojlanish uchun. Bu yerda endi men faqat o'qituvchi sifatida kelib, o'qituvchi sifatida rivojlanib qolish emas, misol uchun kasbdoshlarimizdan qaraydigan bo'lsak, kelib boshqa kasb uchun ham kerakli bo'ladigan bilimlarni olib ketib, bundan ham yuqoriroq sohalar bo'yicha ham ishlayotganlari bo'lgan. Shuning uchun aytishim mumkin, shu rivojlanish zonasi qanaqa jihatdan harakatda bo'lasiz va harakat qilish muhimligini va meva berishini o'sha asosli misollar bilan ko'rsangiz bo'ladigan joy. O'sish, chunki bu yerda student sifatida ham, teacher sifatida ham o'zimda o'sish ko'rganman. Birinchi batga student sifatida o'qishga kelgan bo'lsam, 1 ballga o'sganman, 6,5 dan 7,5 gacha. Keyin teacher bo'lgandan keyin bu yerda second teacher bo'lib ishlayotganimdan keyin yana o'zimda ancha o'sish ko'rdim. Ayelzonda ko'p narsa ushlab turadi. Ulardan bittasi muhit, jamoa, ikkinchisi o'quvchilarim
Bu yoqda judayam xursandman bularni uchratganimdan. Shunchaki ketolmayman ularni tashlab. Uchinchisi oylik. Oy tugamasdan beriladigan oylik. Manimcha bunaqa oylik hech qayerda yo'q. Jamoa bilan har xil joylarga borib turamiz dam olishlarda va bizga yordam beradi energiya olishimizga. Shuning uchun Ayozonda ishlayman. Odamgarchilik, qadriyat desam bo'ladi. Nimagaki, bu yoqda jamoani har bir a'zosi shu ma'lum bir qadriyat asosida qurilgan. Boshqalarga hurmat va hamma, misol uchun, tenglik desam bo'ladi. Chunki bu yoqda o'zimizni erkin his qila olamiz va boshliqchilik, bir narsachilik degan narsalar yo'q. Shu meni ushlab turadi. Chunki odamzod qadrlanadi, mehnatingiz. Mani Ayolsonda muhit ushlab turibdi. Chunki bu muhitda man ishonchim komil o'salaman. Teachingda tanlagan bo'lsam, hozir sekin yo'ldan ko'tarilishni boshlayapman. Second teacher bilan boshlab, keyinchalik main teacher bo'lib, katta ustoz bo'lmoqchiman.